yoshlisini tavsiya etamiz. Dajjolni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, bir yigit Dajjolni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjolni oldiga kelgan paytda Dajjol unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Haligi yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjol ekanligingga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjol uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni Robligingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadida butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada imonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi. Ya'ni qilichda har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joyda noumid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni, Yahudiylar o'ldirdi deyshadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah, va ma qataluhu va ma salabuhu, walakin shubbiha lahum, va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhann va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhisalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhisalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havoriysining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhisalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhisalom qissasida eshitganmiz, Iso alayhisalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havoriysining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, kiminglar xohlaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishligida va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini. Yana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men deydi. Yo'q deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda ha sen deyishligi bilan Iso alayhisolamning shakli unga o'tadi. Iso alayhisalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladida, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar uning o'ldirilgani
o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta odamning bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-chi havoris qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhisalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizning e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhruf surasi 61-oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lur. Demak, Iso alayhisolamning tushishligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhisolam tushishligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida, Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan, so'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zini askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turar ekanlar, kechasi takbir aytib qolinadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhisalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi. Ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga keling bizga namozga o'ting deydi. Ya'ni Iso alayhisalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhisalomga imomga o'ting deganlarida Iso yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi. Ya'ni Iso alayhisalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhisalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso haqida aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhisalomning osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi
Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida, erib bo'lguncha uni tanasiga urib, qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. So'ngra Iso aytadi, Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi. Nima deganida? Men Allohman deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjal fitnasini Iso alayhisalom nihoyasiga yetkazganidan keyin, mana shu fitnaga uchrab, sobit turgan mu'minlarga ro'baro bo'lib, bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi, ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjal fitnasi sobit turganlarga jannat bor. Iso alayhissalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi." Endi qiladigan ishlari: xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni krestni yo'q qiladi. To'ng'izni o'ldiradi. Dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Mana shu 4 ta ish Iso alayhisalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi, yashagan. Lekin Iso alayhisalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Isobatani min ummati ahrazahumullohu minan nar." Meni ummatimdan 2 toifa bandani, 2 toifa kishini Alloh taolo do'zaxdan saqladi. Ularning birinchisi Hindga g'azot qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azot qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda Iso ibn Maryam bilan Yajuj Majuj qissasida sobit turgan kishilarni Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Iso alayhisalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda-kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin payda-pay keyingilari bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Iso alayhisalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, Dajjolni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey Odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" deydi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y deydi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi: "Parvardigori, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi: "Har 1000 tadan 999 tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999 ta odam do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi degani. Bu hadis sahobalarga og'ir keldi. Ular aytishki: "Ya Rasululloh, unda umid qayerda qoladi? Allohning rahmatidan umid qayerda qoladi? Bu omonlikda kim bo'ladi?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shu vaqtda go'dak qariydi. U kunda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani, yo'rgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar deydi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilarki, albatta sizlardan bo'lgan yana 2 toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Yajuj va Majuj. Ya'ni mana shu 1000 tani ko'proq qismi Yajuj Majujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi, 999 tasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar:
Ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta Yajuj Majuj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni ular ham Odam alayhisalom zurriyotidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Yajuj va Majuj va hum min kulli hadabin yansilun. Yajuj va Majuj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek, shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Yajuj va Majujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Yajuj va Majuj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayyapti, birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan ummahatul mu'minin. Zaynab onamiz aytadi: kunlarda birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqqan bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Yajuj va Majuj to'sig'idan mana bunchalik teshildi deb Ibhom va Sabboba barmoqlarini birlashtirib shunday halqani tuzdi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, "Ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laveramizmi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh ha deb javob berdi. Agar habas ko'payib ketsa, ya'ni habis gunoh ma'siyat ko'payib ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyatda yashagan bo'lsa, shu niyatini ustida tiriladi. Yajuj Majuj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Yo yer ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falon odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Yajuj Majuj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adadlari ko'p deydi. Hech qaysi olim falon joyda ular falon millatdagi odamlar aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi. Xuddi Dajjolga o'xshaydi. Dajjol ham odamlar ichida odamdaqa yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunday chiqib keladi Dajjol bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada? Suratga qarasanglar, Nuh alayhisalomning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofis. Shularning ichida ana shu Yofisdan ketgan zurriyotiga turklar, Xitoylar va Yajuj Majujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Yajuj Majuj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhisalomning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu a'lam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjoldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhisalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi deydi. Yajuj va Majuj har bir tepalikdan suvni singari oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerda o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhisalom Shomda bo'ladi. Payg'ambar Iso alayhisalomga tog' olib chiqib ket deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Yajuj va Majujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasululloh aytadilar: Yajuj va Majujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketayotib, qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, ha, ma'da ko'l bo'lgan ekan deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adadining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun 1000 tadan 999 tasi ana shular deb aytilyapti, vallohu alam. Yajuj va Majuj kelib Iso va u bilan birga bo'lgan mo'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar:
ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan hech narsa qolmaydi degani. Yegili hech narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo, Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Yajuj va Majuj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikda bo'yniga olmasa, Yajuj va Majuj ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhisalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Yajuj Majujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan haqida deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan hech kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik. Endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladida osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir irodasi. Shunda aytishadi, biz Allohni o'ldirdik dedi. Nauzubillah. Shunda ularning qo'lida turib iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Yajuj va Majuj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi. Yajuj Majuj ham biz bilan o'ziga o'xshagan go'shtdan, suvdan iborat maxluq ekan. Avtomat bor, tanka bor, kalla keladi, raketa bor, ana ximik bir qandaydir qurollar bor. Shu bilan yo'q bo'lsa bo'lmaydimi degan savol o'tadi kallalardan. Birodarlar, Alloh alam, o'sha davrga borib payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh alam u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? İnsanlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak biz unga iymon keltiraveramiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Yajuj Majujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik, son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Yajuj Majujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Yajuj Majujning ustiga, bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har bitta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif maxluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Yajuj Majujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zining quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch-quvvatiga boylik ishonib bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishlik kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi, Yajuj va Majujning hammasi bir kishi o'lganiga bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Yajuj va Majuj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xabar olib keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoyi kishilardan bittasi tushadi-da, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan Yajuj va Majujning jussalari yotganligini ko'radi. Chiqib Iso va musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lgandek o'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mu'minlar tog'dan yerga tushadilar. Yajuj va Majujni sassiq badbo'y hidlaridan holi bir qaricham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalari yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkula. Iso alayhisalom yana duo qiladi. Parvardigoro, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Yajuj Majujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun, ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarning bo'yni tuyani bo'ynidan uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Yajuj va Majujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga borib tashlab yo'q qiladi. Okeanmi, dengizmi, Alloh alam. Chunki hali yer yuzini ham
siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas Alloh taolo xohlagan joyga borib tashlaydi, shu bilan Yajuj Majuj tugaydi. Lekin hidi qoldi. Yana Iso alayhisalom va mu'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'lyapti ham yo'q. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib, xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Yajuj va Majuj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Yajuj va Majujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi. Lekin mana shu balolar kelguncha bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasiz, ichingiz erib ketadi bu narsalarni eshitib turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimda oldida odil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Iso alayhisalom yagona podshoh, yagona hukmron bo'ladi. Islomdan boshqa dinni qoldirmaydi. Yo islomni qabul qiladi yoki qatl qilinadi. Sadaqani tashlab qo'yadi. Ya'ni barakat shunaqa yoyilib ketadiki, sadaqa beradigan odam ko'p, lekin sadaqa oladigan odam umuman qolmaydi. Sadaqa oladigan odam qolmaydi, sadaqani tashlab qo'yadi. Qo'y yoki tuyani haydashga hojat qolmaydi. Birodarlar, ishlashga hojat qolmaydi. Alloh taolo baraka berib qo'yganligidan ozgina yegan cho'piga hayvonlar semirib ko'payaveradi. Haydab alohida boqishlikka hojat qolmaydi. Odamlar orasida gina kuduratlar ko'tariladi. Xuddi suv yuvib tashagan kir ketgandek. Odamlar bir-birlariga xuddi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radigan munosabat bilan muomala qiladi. Bu qanday zamon ekan? Bu qanday zamon ekan? Ko'chaga chiqib turib g'ashiz keladigan birorta odamni ko'rmaysiz. Kimni ko'rsangiz qalbingizda bir iliqlik bor. Sizni kim ko'rsa tabassum bilan kelib ko'rishadi. Payg'ambarimiz aytgandaqa xos salom emas, taniganiga ko'rish bor, assalomu alaykum. Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudurat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar, ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisida davom etadilar, yosh bolalar ilonni og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlariga ilib, xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Odil hokim Iso alayhisalom podshoh bo'lib turibdi. Eslaylar, Umar ibn Abdul Aziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi, adolat qildi, barakat yer yuziga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda, taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakoti yog'iladi. Agar ahli qishloq dedi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqqanida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi deydi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa narsa qolmaydi. Shirk, kufr qolmaydi. Urushlar tugaydi. Chunki bitta podshoh, bitta din. Yer ekinlarini Odam alayhisalom zamonidagidek o'stiradi. Odam alayhisalom bo'yi necha metr edi? Odam alayhisalom zamonidagi bir shingil uzum qanaqa bo'lardi? Xuddi shunday bo'ladi deb Rasululloh. Hatto bir shingil uzumni olishlikka, bir necha kishi ovora bo'ladi. Va mana shu bir necha kishi bir shingil uzum bilan qorni to'yadi deydi. Bir qancha kishi dedi Rasululloh, bitta onorning ustida jamlanadi va bitta onor 10 ta odam to'g'izadi qornini. Bu qanday barakot, qanday bir omonlik hayoti. Gina kudurat yo'q, urush janjal yo'q, zaharli hayvon yo'q, ishlash yo'q, barakot qarang. Yajuj Majuj Dajjal fitnasidan keyin odamlarga Alloh taolo tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni mukofot qilib berdi. Fitnadan sobit chiqqan kishilar uchun. Sigir arzimagan baho bo'ladi. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamni qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik, Alloh taoloning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yengillik bor, har bitta mashaqqatning yonida ham yengillik bor. Shu mushkullardan o'tgan kishilarga Alloh taolo shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom
mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi, so'ngra vafot etadi. Iso alayhisalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki, o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya. Iso alayhisalom tili bilan Alloh taolo aytadi. Iso aytadi: "Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur." Ya'ni o'ladigan kunimda muzori siyg'asida, kelajak siyg'asida gapirilyapti. Iso alayhisalom o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida, Iso alayhisalom yashagan davrda nasroniylik nihoyasiga yetadi. Iso alayhisalom nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom, ibodati islom, hukmi shariatul islomiyya bo'ladi. Islomdan boshqa din qolmaydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu kunlarning birida Tavrotdan bir sahifani Umar ibn Hattob ushlab o'qib turgan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir ranglari o'zgarib ketib, "Ey Hattobning bolasi, meni risolatimda yana shubhang bormi?" deydi. Allohga qasam, shu sahifaning egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa ishi bo'lmasdi deydi. Ya'ni islomdan boshqa agar Iso alayhisalom kelar ekan, Muhammad alayhisalomga ergashgan atbolardan bo'ladi xolos. Imom Muslimda keltiriladi, Iso alayhisalom Baytul Atiqni ziyorat qiladi. Hadislarda keladi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam haj va umra qilgan holida Allohni ulug'laydi. Bizda hajimizni ado qiladi, biz umramizni ado qiladi. Musulmon bo'lib payg'ambarimizga ummat bo'ladi. Iso alayhisalom vafot etdi. Dajjal, Yajuj Majuj, Iso alayhisalom tushligi, shu fitnalardan keyin bir qancha vaqt xotirjamlik hukm suradi. Ya'ni Alloh taolay aytayapti: "Ey odamlar, nima kerak yana sizlarga? Menga iymon keltirishliklari uchun, oxiratga tayyorgarlik ko'rib, yana nima qilib beray?" degan savolni beryapti. Lekin insonlar keyin yana kufrga qaytadi. Mana shuncha ishni ko'rib turib, hali esdan chiqarmagan avlod yana ayni ishlaydi boshlaydi. Yana odamlar bidatga qaytadi. Shayton yangitdan ishini boshlaydi. Kufr yana zohir bo'ladi. Fasod avvaldan tarqaydi. Insoniyatni yana hayoti boshidan boshlanadi, toza bo'ladi. Xuddi Odam alayhisalom davrida boshlangandek. Odam alayhisalom tushganda yerda shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safarga shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki, kecha yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjal, Yajuj Majuj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib, yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mu'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarni yo'lini to'sadigan buyuk alomatlar boshlanadi. Endi buni buyog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli amal qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb, dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiquvchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonlar chiqishligi. Hadislarda mana keltirildi, oxir zamon alomatlari ikki qismga bo'lindi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alomatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlashini bildiradigan alomatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alomatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba, hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'iy nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqea bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda avval yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astagfiru billah va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard
tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamim ad-Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvonni. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni birdaniga yerdan chiqariladi, yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhisalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhisalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu Jassosa ham ota-onasiz dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taoloning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashishlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadilar. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi deydi. Ya'ni xatm qiladi degani, dabba chiqqan davrda mo'min bo'lganlar mo'min deyiladi. Undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbani chiqishligi bo'ldi. Endi buni bu yog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga asqatadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarning mo'minini mo'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darrov qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana mana shu Iso alayhisalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mo'minini mo'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonliqni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haligi dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki, sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odamlar. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz, kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu a'lam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltiriladi, aytadilar, kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar kunni mashriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun birdaniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yoqdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yoqdan chiqib ketadi. Va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga aylanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kun kishi agar iymon keltirib, iymonida savobli amallarni kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha amal qilib qolding. Shu kungacha iymonlimiding? Iymonlisa. Endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoniga ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni asqatmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim hidi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun mag'ribidan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba eshiklari yopilgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarning birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tuganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshlaydi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi. Endi insoniyatning hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugaydi, ertaga pulni ham keragi yo'q, ibodati ham keragi yo'q, hamma qabrga kirib ketadi.
Mana shu holatni tasavvur qilaylik. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshlandi deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, mashinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadani yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib, Yamandan dunyo bo'ylab tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham, bu shabada albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupi bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'qligidan havo kirmaydi u ekan. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadaning ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi deydi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalima-go'ylar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taoloning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarning qo'ltiqlaridan o'tib, har bir mo'minning jonini oladi. Odamlarni yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi, ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakragandek sakraydigan bo'ladi. Yo'lni ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ularning ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsalar yaxshi bo'lardi degan odam ularning ichidagi eng afzali bo'ladi deydi. Ya'ni bu gunoh, buni qilmaylar emas, chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi deyilyapti. Nauzubillah. Imom Buxoriyda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek, odamlarning ablahlarigina qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymon qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosiq bo'lgan kimsalarning oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Dinida la ilaha illalloh deb aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak, mushriklar ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyshgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan. Rizqinglarni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ular Allohni tan olganligi ularni mo'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'yadigan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Falonchi oppoq otasiga atab qo'y so'yadi. Falonchi avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bugun qiyomatning oxirgi alomatini tugatamiz, birodarlar. Ertaga darsda inshaalloh qiyomatning boshlanishini boshlaymiz. Surdi chalishdan boshlanadi. Rasululloh aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarining ustiga qoyim bo'ladi. Bu odamlar butlarga sig'inadi. Rasululloh boshqa hadislarda aytadilar, boshqa hadislarida odamlarning yomonlari qoladi. Ular qushday yengiltek, yosh bolalarning singan aqldek tentek, ma'rufni munkarni bilmaydigan bo'ladi. Shayton kelib ularga meni gapimga quloq solmaysizlarmi dedi. Ana mana bu yurasan desa, butlarga ibodat qilinglar dedi. Mana qaranglar, shayton qachon kelib ularga buyuryapti? Ilm ko'tarilganda.
Qur'on ko'tarilganda, islom ko'tarilganda. Qaysi bir xalq ichida ilmli odamlar bo'lmasa ekan, shayton juda chiroyli so'zlar bilan, juda chiroyli bir shiorlar bilan odamlarni shirkka olib ketadi. Nuh alayhisalom davridan shirk boshlangan deyiladigan bo'lsa, ana shu Nuh alayhisalom bilan Odam alayhisalom o'rtasida 1000 yil deyilsa, 1000 yilgacha shirk bo'lgan emas. Ana shu 5 ta odam solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin, Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin, ularni bergan darslardan xabardor qavm tugagandan keyin yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Shayton kelib turib bularni sekinlik bilan, bu ota-bobolaringlar yaxshi odamlar bo'lgan, kelinglar, mo bittasini nomi bilan mo toshni atab qo'yaylik. Falonchini devasi, Yaudni, Yag'usni yoki Vudni, Nasrni bir devaligi deylik. Shu devalikni ko'rganimizda eslab yuramiz gaplarini. Xo'p, shunaqa deb nomlashdi. Keyingi kelgan avlod yana johilmi? Ota-bobolarlar bilasizlarmi nimaga bu yerga to'planardi? Bunga ibodat qilardi-da, ibodat kirgizardi. Shayton odamlar orasida ilmli odamlar qolmagandan keyin osonlik bilan adashtirib ketadi. Muslimdan rivoyat qilinadi, Imom Muslimdan Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Lot va Uzzoga yana yangitdan sig'inilmagunicha kun tugamaydi. Zul Xulasaga ham ibodat qilinadi. Lot bilan Uzzo mana bilamiz, Quraysh mushriklari sig'inadigan eng katta butlar edi. O'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar istamasalar-da, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Axir bo'ldi-yu, islom g'olib bo'ldi-yu, Lot, Manot, Uzzodlar ketdi-yu Huballar. Yana qaytadimi bular dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu narsa Alloh taolo xohlaganicha davom etadi tavhid. So'ngra Alloh taolo pokiza shabadan yuboradi, u bilan qalbida zarracha iymoni bor odamlarning jonini oladi. Keyin yana odamlar qaytadan Lot bilan Manotga, Uzzoga sig'inishlikni boshlaydi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turgandayman" deydi. Ya'ni Ka'batulloh qolmaydi. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amri ma'ruf, nahy munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba qolmaydi. Qur'on qolmaydi. Namoz, roza, sadaqa qolmaydi. Amri ma'ruf, nahy munkar qolmaydi. Fasod tarqaydi. Zino oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalgi qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzilishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan. Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib, insonlarni hammasini Shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsa nima qilamiz?" deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shomga boringlar" deydi. Odamlar o't chiqqanda Shomga yig'iladi. Imom Buxoriy sahihlarida keltiriladi. Odamlar 3 yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't quvganlar ham yuradi. 2 kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. 3 kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan 4tasi bitta otda ketadi, 10tasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib, almashib o'tdan qochib ketadi. Olov Shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tni xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, damargisi keldimi, o'tirib damasi o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi. Charchadimi, o'tirdimi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa, o't to'xtaydi, o'chib turadi, toki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'lardi. Odamlarni hammasini Shomga yig'ib keladi.
Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Ularga sodir bo'ladigan narsani bayon qilib rasul aytadilar. Madinani ham odamlar tark qiladi. Madinada ham odamlar yomoni qoladi. Madinani yaxshi holatda, hech bir buzilmagan, uylari butun bo'lgan holatda hayvonlarga, jonivorlarga, qushlarga tashlab, xoli holatda tashlab chiqib ketadilar. Oxirgi bo'lib to'planadigan ikkita odam muzaynalik cho'pon bo'ladi. Ular qo'ylarni haydab Madinaga qarab kirib kelsa, Madinada hayvonlarla qolgan bo'ladi. Uni xoli ekanini ko'radilar, hayron bo'ladi. Bu ikkisi ham o'tdan qochib Shomga qarab yurib borayotganda, Saniyatul Vadoga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Sur cholinadi, ikkalasi ham o'lik holda yuzi bilan yerga qiladi. Mana shu ko'rinishda qiyomat qoyim bo'ladi. Oralarida na islom, na Qur'on, na namoz va na roza bo'lmagan va bir yerga jamlanadigan odamlarni, yomon odamlarning ustida qiyomat qoyim bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Abi Said al-Khudriydan: "Va kayfa an'am va sohibul qarn qad iltaqama al-qarn va hana jabhatahu va asgha samahu yantaziru an yu'mara an yanfiha lahu va yanfih." Qanaqa qilib rohatlanadi dedi Rasululloh. Qanday qilib rohatlanib yashay? Axir ana shu surni choladigan Isrofil og'ziga surni qo'yib turibdi. Peshonasini arshga qaratib quloq tutib turibdi. Buyurilishini kutyapti. Buyurilishiga choladi dedi. Qanday yashashi mumkin bundan keyin xotirjam dedi Rasululloh. Sahobalar: "Ey Rasululloh, biz nima deylik unda?" desa, "Hasbunalloh va ni'mal vakil" dedilar. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun juma kuni bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh aytadilar: "Quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Bu kunda odam yaralgan, shu kunda jannatga kirgizilgan, shu kunda jannatdan chiqarilgan, qiyomat kuni ham juma." Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni juma kunida yaratdi. Juma kunida jannatga kirgizdi, juma kunida jannatdan chiqardi va qiyomat kuni ham juma kunida sodir bo'ladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda, juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhisalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhisalomga Alloh taolo ana shu surga nafxa urishni buyuradi. Astagfirullah. Va nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da, banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon va yer o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi hurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda talashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarning, yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulg'aydi ular, na uyiga qaytib borishga ulg'aydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvaliga bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorning ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorning ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonining sutini sog'ib,
olib kelib ichishlikka ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quyma turib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib og'ziga solmay turib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishlikkacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqiriq tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda buyuk bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodarlar, birodar haqqini yeyotganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohning oldida turishlik esidan chiqib qolyaptimi odamlardan? Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob kitobda borligiga ishonadi u. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila va yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naq dunyoni suyurlar. Shu dunyoda yaxshi ko'radi ular. Va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qiluvlar. Ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmun asir alal kafirin ghayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burg'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, Rasululloh aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatishalik qadri bo'lganida, Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorcha ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylaganda zo'r narsa bo'lganida kofirga men bermasdim dedi Alloh taolo. Lekin qarab tursangiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yapti. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir qilib kelsa, vallohi alam hech kimi puli uyi ko'ziga ko'rinmasa kerak. G'isir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 ball, 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomatning dahshati, qiyomatning zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti. G'achir bo'lib qolgan paytda nimangizni olasiz? Pulingizni olasizmi? Nimangizni olasiz? Joningizni olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizga ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash insonning yuraganiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi. Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatning dahshati Alloh taolo aytadi buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvning buyukligidan aql hushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabanalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingizni olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ichingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga bag'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat bor-ku deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni tarafingizga oladigan. Kimga bormang siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deyoradi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolo aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amallardan g'ofil deb o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir
Peshonasini yerga qo'yib subhana robbiyal a'lo deyotgan, yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib kelsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda haq qolmaydi-yu qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haq qolsin, birodar? Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqingizlarni. Aksincha, dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki naryoqda ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani do'zaxga kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatning eshigining oldiga borganda, lekin mana odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingizni yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsiz. Ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib yuboravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yeyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'zalik savdoda bir 50 so'm oshib olib ketuvdi, indamay yeb qo'yardimda, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yevorayotgan bo'lsa, teshib chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. U kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob-kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar. Ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamni. Hamda dillari dahshatdan bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. Bizni ham dilimiz dahshatdan bo'm-bo'sh bo'lib qoladi, yer qimillaganda. O'sha holatingizni eslang-da. Kimligingiz, nimaligingiz, familiyangiz, nechta pulingiz borligi, qanaqa mashinangiz borligi, qaysi ko'chada turganingiz nechta esingizga kelmaydi. Mana shu dahshatdan yuringiz bo'shab qolishi bo'ladi. Lekin hali yer qimillash to'xtagandan keyin o'zingizga kelasiz. Chiqib ketaveribmiz qara, hamma yo'q tashab. Fakayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bas, agar sizlar kofir bo'lsangizlar, o'z dahshati bilan bolalarining sochlarini oqartirib, chollarga aylantirib qo'yadigan kunning azobidan qanday saqlanasizlar? Qiyomat shunday dahshatki, aql hushi joyida katta kishi emas, yo'rgaydagi chaqaloqni qaratib, sochlarini oqartirib, yuzlarini burishtirib, yo'rgaydagi cholga aylantirib tashlaydi. Vaholanki bu aql yetadigan banda emas bu. Bu hali go'dak bu, aqli yo'q buni. Lekin dahshat mana shunday qarillikka solib boradi. U dahshatli kun sababli osmon ham yer ham yorilguchidir. Allohning va'dasi amalga oshguchidir. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, naq oyat o'qiyapmiz. Isrofilni bor yo'g'i bir marta dam urib qo'yishligi koinot nizomi buzilib, hamma yo'q ostin-ustun bo'lib ketyapti. Bu bitta maxluq. Endi Xoliq o'zi qanday qudrat egasi ekan. Bu bitta farishta xolos bir marta puflab qo'yganligiga dunyo ostin-ustun bo'lib ketayotganda buyuk qudrat egasi bo'lgan Alloh o'zi qanaqa qudrati bor ekan. Biz mana shunday Allohning bandalarimiz, birodarlar. Ana shunday Allohning ibodatxonasiga kelib peshonamizga qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz, sen bizni Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufikha fis-suri nafkhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqiya wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idhin wahiya. Bas, qachon sur bir chalinganida va tog'u yerlar, yer va tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib, bir-birlari bilan urib chalparchin bo'lganida, ana o'sha kunda voqea bo'lur, ya'ni qiyomat sodir bo'lur va osmon yorilur. Tog', yer titilib, bir-biri bilan to'qnashadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Yo'q, bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi, deyapti Alloh taolo.
Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladiki, o'rnidan qimlatishlikka biz qodir bo'lmagan, shunday bir og'ir tog'lar titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujjirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizning suvlari qaynab, olov o'rnida turgandek bo'ladi. Va idas samaa'u fatarat. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. U yoriladigan narsa qattiq narsa bo'ladi. Sinadigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi, yirtiladi deb aytadi. Fa iza shaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida, osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi, tuslanib. Osmondagi yulduzlar larzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar ularni tushishdan yorilib, qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarat. Yulduzlar ham o'z falaklarida to'kilganida, qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyamah va la uqsimu bin nafsil lawama ayahsabul insanu allan najma'a idama bala qodirina ala an nusawwiya banana. Mushriklar qiyomat bor desa, oxirat bor desa, aytishardiki, ha bu chirib yo'q bo'lib ketsak, qanday qilib bu chirib turib olib ketgan jasadimizni yana Alloh tiriltiradi desa, Alloh aytayaptiki, men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsiga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar. Inson biz uni chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q. Biz uning barmoqlarini ham tikilab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Bana ko'p aytganmiz. Kriminalistika fan rivojlanganda insonning barmog'ini izi boshqa insonning barmog'iga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni 3gacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizalarga dalolat qilardi. Ikkita insonning barmog'ini izi emas, monovi barmog'ini mono barmog'iga izi o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling, necha xil variant, necha xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni 2ga ko'paytiringda, ana shu barmoqlardagi chiziqni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsiz. Va Odam alayhisalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanamikin? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq, fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar. Bas, ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib, osmondagi oy ham tutilgan holda, quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda, ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir aniq o'qiydigan bo'lsak fanlarni, mana shu yer shari aylanishligida agar 1 sekund sekinlab qolsa, quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. 1 sekund. Endi agar 1 sekund tezlab ketsa, yerda betdagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmon yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Va ma qadarulloha haqqa qadri val ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot 7 qavat osmon, osmondagi galaktika degan bo'lsak, bizning galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularning hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvis samaa katayis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu
va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nimaga o'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. Palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sha holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilguchidirmiz. Osmonda Alloh taolo shuni yig'ishtirib olib qo'yadi, deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin-ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. Haddidan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor. Jabborlar bor. Gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor. Boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin-ustun bo'lib turgan paytda Alloh taolo butun dunyoni o'zini qabzasiga, koinot shuni ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi, deydi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan. O'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona qahhor bo'lgan zotning mulki. Insonlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlarga kibr qilayotganlar qayda qoladi shu kunda? Odamlarda taqdirni osonlik bilan hal qilib qo'yayotganlar qayda qoladi? Haddidan oshgan zolimlar qayerda qoladi? Mutakabbir podshohlar qayerda qoladi? Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydik yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirilasan? Insonni ya ayyuhal inson ma g'arraka bi robbikal karim. Ey inson bolasi, karim bo'lgan Parvardigoriga ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhiy va umid. Ibrohim alayhisalom Alloh o'ldirib tiltiradi desa, men ham o'ldirib tiltiraman dedi. Bor ikkita mahbus topib dedi. Ikkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mononi dedi o'ldiringlar, mononi qo'yib yuboringlar. Mana men tiriltirib o'ldirdim dedi. Alloh tiriltirishi o'ldirishi bilan bunikini farqi bor. Shu Namrudni Alloh taolo birodarlar bir chivin bilan halok qildi. Mana shu mutakabbirni shunday xor qildiki, rivoyatlarda shu chivin burniga kirib ketdi, yana cho'loq bo'ladi o chivin. Chivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urishganida shunda chivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'ringki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshoni boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Valahul kibriya'u fis samawati val ard va huval azizul hakim. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudrat va hikmat sohibidir. Rasululloh mana shu oyatni o'qib turib aytadilar. Alloh o'zini ulab, men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, men azizman, men karimman. Payg'ambarimiz shu so'zni aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan minbar titradi deydi. Ya'ni bu mashhadda dahshatliligidan, Alloh taoloni sifatlaganligidan, bu holat ulug'ligidan payg'ambarimiz bergan mana shunday bir so'zlariga payg'ambarimiz minbari titradi. Payg'ambarimiz yiqilib tushammikin deb qo'rqib ketdim deydi. Abdulloh ibn Umar. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, insonlar mana shunday vayron bo'lgan holatda,
yerlar yorilgan, dengizlar qayrab tugagan, yulduzlar to'kilgan, osmon sidirlab tashalgan, tog'lar jundek uchib yurgan holatda payg'ambarimiz aytadi, shu holatda mahluqotlar 40 qoladi dedi. Abu Hurayradan, Abu Hurayra 40 kunmi deydi. Dedi, abayt. Unaqa emas dedi. 40 oymi dedi. Abayt. Unaqa emas dedi. 40 yilmi dedi. Unaqa emas dedi. Bu 40 yilmi, kunmi, oymi, 1000 yillikmi Alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'ladi. Birinchi nafqa cholingandan ikkinchi nafqagacha bo'lgan muddat Alloh bilgan 40. Va nufiqa fis-suri fasaiqa man fis-samawati va man fil-ard illa man sha'alloh thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Faqat Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da, banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdilar. Alloh taolo o'zi bilgan 40 o'tgach, sahobalar Ibn Abu Hurayra roziyallohu anhudan 40 kunmi, oymi, yilmi deb so'raganida unday emas dedi. Ya'ni bu 40 insonlar vafot qilganlardan keyin bo'ladigan 40 oymi, yilmi, kunmi Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ma'lum. Mana shu 40 o'tgach Alloh subhanahu va taolo Isrofilni tiriltiradi hamda unga surni ikkinchi marta puflashlikka amr beradi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fis-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladayna muhdarun. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. Ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarida, ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar. Bas ular na biron nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob-kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan, ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular, "Ey, bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi?" deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichqiriq bo'lar-u, banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirishligi mana shu ikkinchi nafaqadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan, dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq-savol qilishadi. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Farishtalar va ruh miqdori uzunligi 50,000 yil bo'lgan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas, ey Muhammad alayhisalom, kofirlarning ozor aziyatlariga chiroyli sabr toqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50,000 yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, 100 yil yashaydi. 50,000 yilda oldida bu qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan, ular qancha turgani haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ularni Alloh, ya'ni mushriklarni hisob-kitob qilish uchun to'playdigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi 1 soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, 1 kun yoki 1,5 kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek, 1 kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak,
Mashada kim bo'lishidan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishidan qat'i nazar ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'raylik-da, 60 ga kirgan ham shuna deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shunandaqa. Insonning o'tgan umri bir kunga ham arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdinglar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib, ular nimalar haqida bahs qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa, bir kun yoki 1,5 kun deydi. Yoki 1 soat deydi. Vaholanki 60 yil, 600 yil, ehtimol 1000 yillab yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik hayot deydi. 1 soatlik hayot. Mana shu 1 soatni toatga, ibodatga aylantiringlar. Ya'ni 1 soat qiyinchilik, keyin yaxshi o'tib ketadi desa, 1 soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyo ham mana shu 1 soatlik mashaqqat. 1 soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Ular aytdilar: "Yerda qancha yil turdinglar?" dedi Alloh. Ular javob berib aytishdiki, 1 kun yo yarim kun. Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh dedi: "Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayot aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xalaqnakum abatan." Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biron vazifa bermasdan, oxirat hisob-kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin kulgi, bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qayta albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kuni odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi men bo'laman." Insonlarni mana shu osmoni yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nihoyatda bir ajib, daqiq vasf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nimaga o'xshatadi? Va huvallazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki, o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'diramiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqaramiz. Demak, o'lik yerga Alloh taolo yomg'irni olib borib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylarida mana shunday chiqaramiz. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib bir narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi, insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ikki nafqa orasida qiriq bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar." Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari, go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'q bo'lib ketishligi hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Insonning umr qopog'inasining oxirida
kichkinagina shunday bir suyak bo'ladi, arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, u qaysi suyak?" deb so'raganlarida, "Ujubuz zanab" deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu suyakdan insonlar yana qaytadan tirilib chiqib keladilar. Yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhilla zalika al-yawmul ladzi kanu yu'adun. U kunda, qiyomat kunida ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rost ekan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rost ekan, hisob-kitob rost ekan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatawalla anhum yawma yad'u-da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguvchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitga kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Sarancha deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitga bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror bir ekin-tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qiladigan haq narsa edi. Man yuhyil izama va hiya ramim. Qul yuhyiha allazi anshaha awwala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Robiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa, o'lib suyagini hatto bir yumshab, eskib ketgan odamning suyagini olib, qo'li bilan ezib uqalab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib, turpoq bo'lib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida. Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'ylab topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suya yo'g'ib ketgan, suya chirib ketgandan keyin qanday tiriladi deb turib, insonni aqli olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paytini bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suya bo'lib ketgandan keyin qayta tirilishga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamom. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l deydi, tamom bo'ladi. Osmon, yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday deydi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi, past balati bo'lmaydi, o'ydim chuqur bo'lmaydi, likop singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu g'ayral ardi was samawat
Va barazu lillahil vahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda, qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonda yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday pasparati bo'lmagan, tep-tekis yer ustida tiriladilar. Palonchi davlat chegarasi, palonchining uyi, palonchining adiri, palonchining devoriga degan gap yo'q. Tekis, oppoq sahifadek tekis oppoq yer ustida tiriladilar. Zalika yawmun majmu'un lahu nas va zalika yawmun mashhud. U kun barcha odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun. Odam alayhisalomdan boshlab, balki undan burun nimaiki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi. Endi ikkinchi surni nafhasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal awwalina val akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad, ayting ularga, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargachi? Cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor. Ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu ya'ti bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yirtqichlarga yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitobga olib kelib qo'yaman men deydi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi, birodarlar. Hayvonda haq qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandani bandada haq qolsin? Va ma min dabbatin fil ardi va la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay summa ila robbihim yuhsharun. Yerda sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. Va izal wuhushu hushirat. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol yalang'och, yalang oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi. Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi" deganda Rasul, "Ey Oysha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida birov borligini ko'rmaydi. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnih. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lur. Agar mumkin bo'lsa lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'ljaliga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas, hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am
kirib qolgan qalbi bilan qoniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kimni ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitamta odamda xafa qilib qo'yish, lekin g'am kirib qolgan paytda, dunyoda jinday qonni og'rib qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holatga olib kelib qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, haloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmoni, kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. Ularni mahsharda turishliklari dunyoda yashagan holatga qarab turib har xil, hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi. Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarasa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo